million. Dadajon. 1 kilo 544 gram. Jizzax Kuyovishdan Shuhrat polvonimiz kelgan. Jizzax Gagarindan Sardor polvonimiz kelgan. Sirdaryo viloyatidan Anvar polvonimiz kelgan. Jizzax G'allaroldan Abdug'ani akamiz kelgan. Navoiy viloyatidan Umid polvonimiz kelgan. Jizzax Xorijdan Husniddin polvon kelgan. Shu polvonlarimiz uchun o'yin boshlashimiz oldin chiroyli bitta qarsaklarimiz bo'lsin. Aziz yurtdoshlarimiz, birinchi g'olibimizga kamarimiz 1 million so'm pul mukofoti hamda 25 ta homiyimizga vaucher beramiz. Ikkinchi, uchinchi g'oliblarimizga 600 ming so'm pul mukofotidan kamar bo'lmaydi, faqat vaucherlarni beramiz. 3 2 1 let's go akalarimiz, o'yinimiz boshlandi. Eng menimcha gavda jossa bo'yicha kichkina ixcham polvonimiz Shayx bo'lsalar kerak. Qashqadaryoni taysini borku, tandirlarni tishlab, bir shashliklar qo'llab tushirib yuradigan akamiz borku. Shayx bilan xudo xolasa solishtiramiz. Umid polvonimizni ko'ryapsizlar, o'zi mana somsani 30-40% tugatib qo'ydi. Akamiz qaytmas, birinchi o'rinda yeyman deb niyat qilib kelganmandilar, qolib bo'ladilar. Akamizni tanimagan odam yo'q. TikTokda o'ziga yarasha auditoriyani yiqqanlar, blogerlik bilan shug'ullanadilar. Mana hozir promo efirda o'zida akamizga $500 pul tikilgan. Ey, akamiz baliq kabi sakrashni boshladilar. Somsani xamir kabi bo'ldi. Boringizga shukr, somsani xamiri yo'q deyaptilar. Birinchi g'olibimiz bo'ldi. Like kommentdan chiqmadi. Navoiyda Umid polvon ikkinchi g'olibimiz bo'ldilar. Anvar aka, sizni tabriklaymiz. Aytilgan o'sha 1 million pul mukofoti Shivist akamizning nomidan, ish boshqaruvchimiz nomidan yana 100 ming so'm pul. Hamda Jizzax Somsa markazining kamari. Aka, tabriklayman. Aytilganda ikkinchi mana g'olibimizga 600 ming pul mukofoti. Rahmat kattakon. Homiylarimizdan ikkita polvonlarimiz uchun 23 ta homiylarimiz va vaucherlarimiz bor. Jizzax Somsa markaziga va Jizzax Somsa markazi obuna bo'lgan homiylarga obuna bo'lishingiz chiqmasin. Bizning nomimizdan borsanglar yo ularga obuna bo'lib borsanglar 10% gacha chiroyli chegirma qilib berishadi.